o'quvchim bo'lardi. Darsga kechikib kelardi. Aytardi, o'sha paytda ham o'zi kichkinagina bola edi. Kelardi, nimaga yana kech qolding? Ustoz, men sigir sog'ib kelyapman. Mani bilasizmi, men mingta to'g'im bor uyda. O'qishga umuman qiziqish yo'q, boshqa. Endi mana yillar o'tdi, menga telefon qilib, ustoz, men shuni Akmalman. Siz o'quvchingiz, meni tanidingizmi? Men nega tanimayman? Maktabdachi sho'x bolalarni tanib qolasiz yoki eng yaxshi a'lochilarni tanib qolasiz-da, ustozlar. Nima tadbirkorman hozir, yaxshi ishlarda ishlayapman. Nima sizga yordam kerak, ustoz? Nima qilib berayman sizga? Keyin o'ylab qoldim. Maktabimizga yordam qilsangchi. Bo'ldi ustoz, nima kerak? Men hozir Turkiyadaman, uzoq joydaman. Qachon nima kerak? Yo'q, xohlasangiz pul bilan, xohlasangiz o'sha ta'mirlab berish uchun shunda odam yuboraman, qilib beradi shuni. Bolalar kelib o'sha xonani ta'mirlab, chiroyli qilib berdi. Mana o'sha sinfda hozir o'sha kompyuter xonasida bolalar o'qishyapti. O'shaning uchun aytamanki, u yomon bolalarni ham urishishi, hali odam bo'lmaysan sen yoki sendan odam chiqmaydi deyish o'zi noto'g'ri bolalarga. Kelajakda o'sha bolalardan bir yaxshi odamlar chiqib qoladi. O'shaning uchun bolani ko'ngliga yo'l topish kerakmi deyman-da. Bola boshida ayon bo'lgan ekanda, tovuq sanashdan tadbirkorlikka vaqtchi bo'lgan ekan.